O bolalar. Nuptikdan o'tib oldim. Endi pronikini boshladik. Xo'p, to'g'risini aytsam, nuptiki uncha yomon emas. Xo'p, endi pronikini tekshirishga. Mana bu professionalizm. Mana bu haqiqiy tajriba. Bu nima bu? Nup, qara, senkidan zo'r ekan bu. Endi bu yerga sirli narsa yashirilganmi? Ya'ni uchish uchun nima edi? Bir bola edi. Mana shuni aytayotgandim. Qo'yamiz va katatsiyani boshlaymiz. Yaxshi, mana bu yerda Pro ham xato qilibdi. Buni olib chiqamiz, qo'yamiz va xato qildi-da endi Pro. Men ayb emas bu. Qani ketdik. Maza. Hali ancha yuramanmi? Hali ko'p yursam kerak menimcha. Boshim aylanib ketdi, hozir qusib yuboraman. Nihoyat yetib keldim. Qusib yuboray dedim. Bu yerda nima qilishim kerak? Sandiqda ichida nima bor? Fakir. Tushundim. Men bu yerga tepaga ko'tarilishim kerak. Nafasim tugab qolganda fakirni qo'yib, nafas olib, ana shunday qilib tepagacha chiqib olishim kerak. Bu shunchaki easy. Bemalol ko'tarilaman. Hozir ko'rasiz o'zingiz. Xo'p, ana. Tezroq. Nima qatyapti? Tezroq. Mana qo'yamiz fakirni. Xo'p, chiqamiz. Fakir ko'p, bemalol ulguramiz va mana chiqdik. Parkur. Parkurlarni men yaxshi ko'raman. Ketdik. Ochib yopiladi. Ketdik. Xo'p, buni shunday qilib o'tishim kerak, chunki chiqa olmayman-da, bo'yim yetmaydi va bu yerda ko'tarilishimiz kerak tepaga qarab. Ko'tarilamiz. Ana Proning o'zginasi. Pro. Yo'q, men bunchalik tez bo'lasan deb o'ylamagandim. Men bu yerdan osonlikcha o'tdim. Qanaqa sovg'a bermoqchisan? Wow! Buni sizlar bilmaysizlar, lekin bu bir olmos bilan izmurudni to'rttasidan bir qilgandan ham zo'r bu, короче. Bu lekin juda qimmat blok. Oddiy olmos bilan izmuruddan. Men senga shunday sovg'alarni taqdim etaman-da. Hammasini olaman. Branya, bularni ham olaman. Bular juda mazza. Ko'rinish ajoyibmi? Juda zo'r. Rahmat. Xo'p, rahmat senga, Pro. Wow.